Bu videoda namozning inson tanasiga ko'rsatadigan ijobiy taraflari, ya'ni foydalari haqida batafsil gaplashamiz. Tibbiyot nuqtai nazaridan olib qaraganda, namoz odamning fiziologiyasini yaxshi tomonga o'zgartirib, uni sog'lom qilishga yordam beradi. Keling bu narsani bomdodning 2 rakat farz namozida ko'rib chiqamiz. Birinchisi, tik turib niyat qilamiz. Turganimizda oyoqlarimiz yelka kengligida qo'yamiz. Oshiqcha bir-biriga yopishtirib yoki keng qormaymiz. Nimagaki bu biz oyoqlarimizga oshiqcha nagruzka berishi mumkin. Yelka kengligida qo'yganimizda bu eng barqaror holatlardan biri hisoblanadi. Chunki tana og'irligi oyoqlarga teng taqsimlanadi va muvozanatni saqlash osonlashadi. To'g'ri qomatni saqlashga yordam beradi. Bu holat umurtqa pog'onasining tabiiy holatni saqlashiga va bel mushaklaridagi ortiqcha taranglikni kamaytirishga yordam beradi. Keyin esa qo'llarimizni ko'taramiz. Bu harakat yelka bo'g'imlarining harakatchanligini oshiradi. Yelka qamari mushaklarini faollashtiradi hamda qo'limizda qon aylanishini yaxshilaydi. 1 soniyadan keyin qo'llar ustma-ust biriktiriladi. Qo'llar erkin osilib turmaydi, ko'krak qafasiga yopishtirganimizda, shu sababli yelka kamari mushaklariga tushadigan yuklama kamayadi. Bu esa uzoqroq vaqt davomida qulay tik turishni ta'minlaydi. Va tirsaklarning yengil bukilishi va qo'llarning bir-biriga qo'yishligi bilan hamda kaft mushaklarining ortiqcha zo'riqishini oldini oladi. Venoz qon va limfa oqimining yaxshilanadi. Chunki qo'llar yurakka yaqinroq joylashgani sababli venalardagi bizdagi bosim biroz kamayadi. Bu esa ayniqsa uzoq vaqt tik turganda qo'l panchalari va bilaklar venoz qon hamda limfaning yurakka qaytishini biroz yengillashtirishi mumkin. Undan tashqari, bir qo'lning ikkinchi qo'l yoki bilakka tegib turishi taktil retseptorlarni faollashtiradi. Bu asab tizimini tinchlashiga va qo'llarning beixtiyor harakatlarini kamaytirishiga yordam berishi mumkin. Biz bu holatda 20 sekunddan 1 daqiqagacha turamiz va turganimizda bo'ynimiz bilan boshimiz tik holatda turadi, lekin ko'zimiz joynamozni ustiga, ya'ni pastga qaratilgan bo'ladi. Ko'z o'zini darajasidagi obyektga qaramaydi, aynan pastga qaraydi. Bu esa bizning ko'zlarimizning mushaklarini mustahkamlaydi va zreniyani yaxshilashtirishga har xil mashqlarni ko'rsangiz, albatta ko'z maksimal darajada pastroq, teparoq yoki ikki chekkaga qarab ham turish kerak. Bir xil urovingda bo'lmasdan. Shuning uchun bu narsa bizning ko'zlarimizga foydasini beradi. Endi esa biz 3-narsa, ya'ni rukuga o'zimizni qaratamiz. Ya'ni egilamiz. Ruku vaqtida umurtqa pog'onasini tik ushlab turuvchi orqa mushaklari faol ishlaydi. Bu ularning chidamligini oshiradi va qomatni to'g'ri saqlashga yordam beradi. Tananing orqa qismidagi mushaklarni yengilgina cho'zadi. Egilish bel, dumba va sonning orqa qismi va boldir mushaklarini cho'zib, ularning elastikligini oshiradi hamda tarangligini ham kamaytiradi. Son bo'g'imlarining harakatchanligini yaxshilaydi. Qon aylanishini ham yaxshilaydi. Egilish paytida tanaga qonning taqsimlanishi biroz o'zgaradi va tik holatda qaytilganda esa qon aylanishi faollashadi. Ana esa biz eng qiziqarli va eng muhim joyi sajdaga yo'l olamiz. Bu paytda bosh miyaga qon oqimining vaqtincha ortishini kuzatsak bo'ladi. Va shuni aytib o'tish kerakki, sajdaga borayotganimizda biz birinchi qo'limizni qo'yamiz, keyin esa boshlarimizni. Shuning uchun darrov boshni emas, qo'lni qo'yayotganimizda biz boshimizni har xil travmatizatsiyalardan asragan bo'lamiz. Bu juda ham muhim. Undan tashqari bosh yurakdan pastroq joylashgani uchun miyaga qon kelishi qisqa muddatga biroz ko'payishi mumkin. Sog'lom odamlarda bu odatda organizm tomonidan yaxshi boshqariladi. Bo'yin va yelka mushaklarining bo'shashi, sajda paytida bo'ynimiz va yelka yuqori orqa mushaklari yengilgina cho'ziladi. Bu esa ulardagi taranglikni kamaytirishiga yordam berishi mumkin. Aynan shu holatda o't pufakchasi yaxshi ishlaydi va jigarimiz ishlab chiqaradigan o'sha sokni tomishi yengillashadi.
Bu ichki a'zolarimiz ham qaysidir ma'noda o'zini joyidan oldiroqqa jilib, qornimizdagi bosim ozayib, ichaklar ozgina qisilgani sababli ortiqcha gazlardan xalos bo'ladi va nafas olishimiz yengillashadi. Keyin esa asta-sekin o'tiramiz va yana sajdaga boramiz. Keyin yana o'tiramiz va shu yerda turayotganda tizzaga yuk bermaslik uchun qo'llarga tayanib turish muhim. Keyin ikkinchi rakatni xuddi shunaqa o'qiymiz va sajda holatidan keyin o'tirib attahiyat va salovatni o'qishni boshlaymiz. O'tirganda esa bilamizki, ayollarning oyoqlari o'ng tarafga qaratilib o'tiriladi, erkaklarniki esa bosilib. Nimaga bunaqa farq desangiz, ayollarda tos suyagining polga kengroq tayangan holati ular uchun juda ham udobni hisoblanadi, chunki oraliq mushaklarining bir qismini bo'shashtirishga yordam beradi. Hamda mochevoy puzir va matka degan organlari qisilib qolmaydi shunda. Endi esa salom berayotganda biz hech qachon reski harakat qilmaymiz. Asta-sekinlik bilan boshimiz o'ng tarafga qaraladi va pastga, shu bilan birga chap tarafga va pastga, to есть по diagonali burilamiz. Va shu holatda bizni bo'ynimizdagi mushaklar juda ham zo'r rostlanadi va tortiladi. Bu ham miya va bo'yinda qon aylanishini yaxshilantiradi. Qo'limiz duoga ko'tarilganda yelka va qo'l mushaklari ishga tushadi. Endi duo qilayotganimizda betimizni shunchaki silamasdan burnimiz va og'zimiz atrofidagi mayda tomir va limfa uzellari bor. Va pastdan tepaga silab tushayotganimizda shu limfa uzellarni aktivizatsiya qilamiz va qon tomirlaridagi turib qolgan o'sha jidkostni tepadan pastga tushirishga yordam beramiz. Ya'ni yuz to'qimalarining tozalashiga yordam beramiz. Tasbih o'qilayotgan paytda qanaqadir qo'llanmalarni ishlatishning o'rniga o'zimizni barmoqlarimizni ishlatishimiz juda ham foydali bo'ladi. Va har bitta so'zni aytayotganimizda barmog'imizni 1 sekundga qattiqroq ushlab qo'yib yuborganimiz yaxshi. Ya'ni shunchaki bosib o'tmasdan. Har bosilganda barmoqlarimizni uchidagi akupunktura tochkalari ishga tushadi va nerv tolalari orqali impulslarning o'tkazilishi yaxshilanadi.